Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa sizlarga neobishniy narsani ko'rsatib o'tamiz. Buni qaranglar. Eronda akbariy sorti pistalari. Mevani olganini qaranglar. Uzun xijolat bo'ladi-yu, pistani oldi uzun. Shingil meva qo'ygan. Bay. Xudo xolasa do'stlar, buni ko'chatini ko'paytirishni boshladik. Bilgan tayyorlari bor. Nasib bo'lsa payvand qilishni ham yo'lga qo'yapmiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'chatlarni xarid qilaverasizlar. Kuz mavsumiga tayyorlab qo'yapmiz. Mana holatini qaranglar. Bay. Endi shunaqa narsalarga o'tishimiz kerak. Xudo xolasa tog'li zonalarda yerlaring bo'sh turgan bo'lsa, albatta ekib qo'ysanglar, meva qiladi, natija zo'r. Hamma tupidan meva olgan. Shingil turibdi. Qo'lda bemalol shunday uzaverasizlar. Bir tutdan 4 kilo, 5 kilogacha hozir shu tutda o'zida bor. Bilasizlar, bu narsa kamida 100 ming, 150 ming so'm sotiladigan narsa bo'ladi. Mevalarni qaranglar. Quyib yuborgan, uzunga o'xshab olar ekan meva. Layklar bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'chatlarni qilmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bog'lanaverasizlar bemalol.